Bu yerda avval bo'lganman. Nima? Shu kasalxonadami? Xonangizga kirganman. Oldin stolingiz narigi burchakda turardi, konditsioner tagida. To'g'rimi? Lekin buni qayerdan bilasan? Shunchaki bilaman. Siz haqingizdagi hamma gapni bilaman. Qayerda tug'ilgansiz, o'qigan joyingiz, qachon turmushga chiqqaningizni ham hammasidan xabarim bor. Men haqimda biron yerda o'qidingmi? Yo'q, o'qib olishim shart emas. Shunchaki bilaman, tamom. Men qayerda tug'ilganman? Dehradunda. Akamning ismi nima? Vikas Kamat. Singlimning ismi-chi? Lekin singlingiz yo'q-ku? Doktorning erining ismi nima? Doktor Anil Astana. Unda aytchi, doktor Anil Astana hozir qayerdaligini bilasanmi? Ha? Xo'sh, gapir, qayerda ekan? U o'lib yotibdi. O'lgan? Nimalar deb baldiryapsan? Jim bo'l.